ikkita katta buqa bilan 4 ta katta qo'chqorni sana tayyorlab qo'y. Jobirxon qassobga aytdim, olib bersan, so'yib, o'zi tayyor qilib beradi. Xo'pmi? Biz borimizni to'ylarga tikish orqali o'zimizni kasod qildik. O'zbekni xor qiladigan, xo'r qiladigan yagona qiynoq hozir to'y. Dang'illatib to'y qiladi, ya'ni odamlar gapirsa. To'y mazza qilasiz, ko'pchilik bilan qilasiz. Mazza qilib yayraysiz. Men faqat o'zbekman, o'zbekligimdan faxrlanaman. Chunki bunday millat dunyoda yo'q. Bir umr tinim bilmasdan, shu bo'lam deb, chaqam deb tinim bilmasdan ishlaydi, mehnat qiladi, pul yig'adi, lekin bir kunlik to'y uchun bor butun to'kib sochadi. Qo'ni qo'shni, tanish bilish, shu yaqinlarning to'yiga yillar davomida bordik, qatnashdik, yedik, ichdik, raqsga tushdik. Zo'r, gap yo'q. Endi navbat akang Qarag'ayda, Furqatboydan. Shunaqa katta to'y qilay. Shu hammaning og'zi lang o'chirib bo'lsin-da. Shohruxxon, Ozoda, Munisa, shularni gaplashaman, 2000 dona xat tarqataman. Tanishlarimni, tanishlariga ham xat beraman. Shunaqa bir tumonat odam bo'lsin, Disneyland bo'lsin, raqs maydoni. Hamma gapirib yuradigan bo'lsin-da, shu shov-shuv bo'lsin, Furqatboy to'y qilibdi. Kecha-kechasi shu to'y xarajatlarini hisoblab turib, o'ydagi mol-hol, shu qo'ylarni hammasini sotganimda ham ozgina bankdan kredit olishga majbur bo'lib qolar ekanman. Endi iloji yo'q, to'yda bo'lsin deb endi kredit olar ekanman deb tursam, kichkina o'g'lim, "Dada, qo'ying shu xarajatlarni behuda, isrof qilmang. Undan ko'ra shu 200 ta eng yaqin shu tanishlarimizni to'yga aytib, bir ixchamroq to'y qilib, akamga undan ko'ra uy olib bering" deydi. Shunaqa asabim buzildi. Chichqoq bola ekanda. Nima deysiz? Endi bir kunlik to'y, gap to'g'ri, lekin Instagramda bir umr shov-shuv bo'ladi-da. Ag'ini o'ylamibdi. Ya'ni 25 yosh bolani alohida chiqarib bo'ladimi? Yosh bola-ku hali ular. To'g'rimi? 25 yosh bola nimani biladi? Men ham dunyoga keldim, yashayapman. Kechagidek esimda o'qituvchim 2 baho qo'ygandi. Hamma ustimdan kulib ahmoq deyishgandi. Mana endi o'sha ahmoq to'y qilmoqda. Hammani hayron qoldiradigan katta to'y qilaman, ko'rib qo'ysin ahmoq kimligini. Eng alam qilgani kichkina o'g'limni kesatib gapirgani bo'ldi. Siz gaplashgan artistlar to'ydagiz bilan yashamaydi, pulingizni shilib ketadi deydi. Gap qarang, chichqoq. Ichimdan chiqqan baloga qayga boray davoga?